dushmanidan talofat ko'rsa, men esa eng yaqin do'sti yordan tuydim. Umring uzoq bo'lsin demang iltimos, fayzli bir umr so'ranglar mayli. 100 yil umr ko'rmasam ham ana yashab kelmoqdadir Majnun va Layli. Dushmanidan talofat ko'rsa, men esa eng yaqin do'sti yordan tuydim. Umring uzoq bo'lsin demang iltimos, fayzli bir umr so'ranglar mayli. 100 yil umr ko'rmasam ham ana yashab kelmoqdadir Majnun